Birinchi fe'l. Biz nimani xohlashimizni bayon qilishda yordam beradigan fe'l istamak, ya'ni xohlamoq, istamoq. Masalan, ben Türkçe öğrenmek istiyorum. Men turk tilini o'rganishni xohlayman. Javobingizni kommentariyada kutib qolaman. Nima uchun siz turk tilini o'rganishni xohlaysiz? Albatta javoblaringizga qarab keyingi darslarni tayyorlayman. Canım istemiyor. Ko'nglim xohlamayapti yoki chin ko'ngildan xohlamayapman degan ma'noni bildiradi. Masalan, canım gelmek istemiyor. İkinchi eng ko'p ishlatiladigan fe'l bu yapmak. Bu fe'l judayam keng turda ishlatiladi. Masalan, bu fe'l eng katta va ko'p ishlatiladigan fe'llardan biri bo'lganligi uchun bir nechtasini siz bilan ko'rib chiqamiz. Ne yapıyorsun? Nima qilyapsan? Turklarda bu so'z, bu gap tez uchratiladi va ko'pincha qisqartirilib aytiladi, ya'ni ne yapıyorsun? Lekin ma'nosi bir xil. Savolga shunday javob berishingiz mumkin. Tüm gün temizlik yaptım. Kun bo'yi tozalash ishlarini bajardim yoki tozaladim. Temizlik yapmak bu tozalamoq degan ma'noni bildiradi. Alışveriş yapmak, xarid qilmoq. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Xarid qilishni judayam sevaman. Yoki bo'lmasam spor yapmak, sport bilan shug'ullanmoq ma'nosi. Her sabah erken uyanıyorum ve spor yapıyorum. Har tongda erta uyg'onaman va sport bilan shug'ullanaman. Keyingi yapmak fe'lini bog'laydigan so'zimiz bu kahvaltı yapmak. Kahvaltı yapmak nonushta qilmoq. Turkiyada kahvaltı etmek jumlasini ham ko'p ishlatishadi. Ikkalasini ham ma'nosi bir xil. Kahvaltı yapmak desa ham to'g'ri bo'ladi. Kahvaltı etmek desa ham to'g'ri bo'ladi. Keyingi tez uchratiladigan so'z fe'limizdan biri bu o'qimak. O'qimak o'zbek tilida o'qimoq degan ma'noni bildiradi. Turkiyada o'qimak fe'li ikki xil ma'noda ishlatiladi. Masalan, ben kitap okuyorum. Men kitob o'qiyapman. Biror bir matnni o'qiganda yoki biror bir gazeta, jurnal yoki kitob o'qishda ishlatiladigan bu fe'l o'qimak hisoblansa, yana boshqa ikkinchi ma'nosi ishlatiladigan ben Moskovada o'qiyapman. Men Moskovada o'qiyapman yoki ta'lim olayapman degan ma'noni bildiradi. To'rtinchi eng ko'p ishlatiladigan fe'l bu almak, ya'ni olmoq fe'li. Bu fe'l ham gap ma'nosiga ko'ra turli tusda keladi. Misollarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, telefonimni ol. Telefonimni ol. Çocuğu okuldan aldı. Bolani maktabdan oldi. Bu gaplarda almak so'zi olmoq ma'nosida kelyapti. Ya'ni biror bir shaxsni yoki narsa buyumni biror yerdan olganligini bildiryapti. Almak fe'lining yana bir ma'nosi sotib olmoq, xarid qilmoq degan ma'noda ham keladi. Gap ma'nosiga ko'ra. Masalan, marketdan tavuk ve makarna aldım. Magazindan tavuk ve makaron sotib oldim. Dün yeni bir araba aldım. Kecha yangi bir mashina sotib oldim. Almak fe'lini kilo so'zi bilan ham ishlatiladi. Kilo olmak so'zini ma'nosi bu semirmoq, vazni ortmoq degan ma'noda keladi. Masalan, diyet yapıyorum ama kilo alıyorum. Bıktım artık.
Parhez qilayapman, lekin vaznim ortib boryapti. Charchab ketdim degan ma'noni beradi. Keyingi 5-chi eng ko'p ishlatiladigan fe'limiz ichmak. Ya'ni ichmak so'zi ichmoq degan ma'noni bildiradi, lekin yana bir boshqa ma'noda ham keladi. Ichmoq va chekmoq ma'nosida keladi. Misol uchun, şimdi ben çay içiyorum. Aynı damda men choy ichayapman. Ben sigara içmiyorum. Men sigaret chekmayapman. Demak, keyingi 6-chi fe'limiz eng ko'p ishlatiladi. Bu fe'l ham turkcha muloqotlarda, turk tilida so'zlashganda yoki turklarni kundalik suhbatida bilmak. Bilmak fe'lini ma'nosi o'zimizda o'zbek tilida ham bilmoq degan ma'noni bildiradi. Ben her şeyi biliyorum. Men hammasini bilaman. O bilmek istemiyor. U bilishni xohlamayapti. Keyingi yana bir fe'limiz aramak. Aramak fe'lini ham ikki xil ma'noda ishlatishimiz mumkin gap ma'nosiga ko'ra. Qidirmoq va telefon qilmoq, qo'ng'iroq qilmoq degan ma'noni beradi. 2 soat önce seni aradim. 2 soat oldin senga qo'ng'iroq qildim. Her yerde cüzdanımı aradım ama bulamadım. Hamma joydan hamyonimni qidirdim, lekin topa olmadim. Keyingi fe'limiz. Bu ham eng ko'p ishlatiladigan fe'llar. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Yana bir eng ko'p ishlatiladigan fe'llardan biri anlamak. Ya'ni o'zbek tilida tushunmoq degan ma'noni bildiradi. Ben sizi hiç anlamıyorum. Men sizni hiç tushunmayapman. Ne demek istediğinizi anladım. Nima demoqchi ekanligingizni tushundim. O'ninchi fe'limiz eng ko'p ishlatiladigan fe'llardan biri durmak. To'xtamoq degan ma'noni bildiradi o'zbek tilida. Dur, beni iyi dinle. To'xta, meni yaxshilab eshit. Demak, aziz do'stlar, bugungi sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Videomiz sizga biroz bo'lsa-da foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni hamda kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarimizda görüşmek üzere.